Xo'p, demak, penetrantlik foizi 0 dan 100% gacha bo'ladi, umumiy. Agar umumiy oladigan bo'lsak, qaysidir bitta kasallik bo'yicha, demak, oddiy holatda ko'k ko'zlik deylik, ko'k ko'zlikni penetrantligi, masalan, qo'y ko'z bo'ladigan bo'lsa, katta A gen, demak, qo'y ko'z bo'ladi. Qo'y ko'z. Kichik A gen esa ko'k ko'z bo'ladi. Endi mana bu ko'k ko'zlikni penetrantligi bo'lishi mumkin, masalan, 0% dan 100% gacha. 100% gacha. Yoki bo'lishi mumkin 30%, 40% va hokazo. Endi bu degani nima degani? Umumiy heterozigot organizmlarni chatishtiradigan bo'lsak, heterozigot organizmlarni. Demak, dominant agen, kichik agen bu bir tomon gameta, ikkinchi organizmning gametasi dominant agen hamda retsessiv agen. Mana shu holatda umumiy organizmlar demak bizda 4 ta chiqadi. Ya'ni katta A holatda, katta A kichik A heterozigota, katta A kichik A heterozigota va kichik A heterozigota. Tasavvur qilaylik, mana shu ko'k ko'zlikni penetrantligi 50% ga teng bo'lsa, 50% ga va F1 bo'g'inda bu yerda heterozigotlar chatishtirilganda, qo'y ko'z organizmlar chatishtirilganda F1 bo'g'inda olaylik 70 ta yoki 700 ta kattaroq son olaylik. 700 ta organizm olindi. Shulardan nechtasi umumiy ko'k ko'z hisoblanadi? Ko'k ko'zlar soni nechta deydigan bo'lsa, qarang. Bu yerda qo'y ko'zlar demak 3 tani tashkil etadi. Ko'k ko'zlar bittani tashkil qiladi. Bu degani 4 ta avlod jami 100% bo'ladigan bo'lsa, 100% bo'ladigan bo'lsa, bitta avlod umumiy teng bo'ladi 25% ga. Demak, biz hozir mana shu pennet ichida 25% umumiy ko'k ko'z deb oladigan bo'lsak, uni ham hozir aytganimizdek mana 50% penetrantligi borda. 25% ni ham 50% 0.5 ko'k ko'z bo'ladi. Endi men oddiy holatda Belgiyaga nisbatan oldim. Bu yerda endi qaysidir bitta kasallik bo'lishi mumkin. Ana shunda mana penetrantlikni umumiy ko'k ko'zlar soni kelib chiqadi. Endi qarab turing. Bizda 700 ta organizm bor edi. Ular umumiy 100% ni tashkil qilardi. Mana shu 700 taning ichida ko'k ko'zlar soni nechta deyish uchun biz 25% emas, mana bu penetrantlikka nisbatan 12,5% ni topishimiz kerak. 12,5% ni. Shunda umumiy kelib chiqadi 700 ta avlod ichida nechtasi ko'k ko'zligi. Demak, 700 ko'paygan 0,125 qiladigan bo'lsak, 87,5 chiqar ekan. Umumiy butun son chiqmay qoldi hozir. 87,5 ta odamda demak ko'k ko'zlikdan uchrashimiz mumkin bo'ladi. Demak, qisqacha mana shundan iborat bo'ladi. Penetrantlikni foizini qo'yib, keyin organizm sonini topamiz. Hozir mana bu masalani ko'rib chiqamiz. Demak, hop. Xo'p. Ko'zning to'l pardasida angiomatoz kasalligi autosomada dominant tipda. Demak, angiomatoz kasalligi dominant tipda nasldan naslga o'tib, penetrantligi 30% ga teng ekan. Agar ota-ona shu kasallik bo'yicha heterozigotali tashuvchi bo'lishsa, farzandlarning shu kasallik bilan tug'ilish ehtimolini aniqlang. Demak, katta D holatda oladigan bo'lsak, bunda angiomatoz bo'yicha demak kasal bo'ladi. Kichik D holatda esa bu sog'lom bo'ladi. Sog'lom bo'ladi. Aytilyaptiki, agar ota-ona shu kasallik bo'yicha heterozigotali tashuvchi bo'lishsa, deb. Demak, katta A, kichik A, katta A, kichik A. To'xtang, uzr.
B harfi bilan oldik-ku. Demak, katta D, kichik D. Katta D hamda kichik B holatini olyapmiz. Endi bu yerda gameta hosil bo'lishini judayam yaxshi bilasiz o'zingiz. Ya'ni 4 ta organizm hosil bo'ladi. Fenotipik hamda genotipik nisbatlarini ham yaxshi bilasiz. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, masalan, 0 dan boshlab ishlayman. Xo'p. Hozir bir daqiqa. Hop. Katta D va kichik D mana bitta gameta chiqadi organizmdan va ikkinchi organizmdan katta D hamda kichik D. Demak, umumiy bu holatlar bo'ladigan bo'lsak, 4 ta organizm chiqadi. Katta D, katta D, hop, katta D, kichik D, katta D va kichik D hamda kichik D. Umumiy bizda nechta organizm chiqdi? 4 ta organizm chiqdi. Ya'ni bitta organizm katta D ga ega, ikkita organizm katta D, kichik D, bitta organizm kichik D. Bu yerda sog'lom organizm hozircha bizni hisobimiz bo'yicha bitta chiqyapti. Demak, mana bu organizmlar 75% mana shu angimatoz kasalligi bo'yicha kasallangan chiqishi kerak. 25% umumiy sog'lom chiqishi kerak-da. Lekin mana bu kasallikni penetrantligi, ya'ni uchrashi 30% ga teng. Bu yerda nima qilamiz? Mana bu 75% ni ko'paytiramiz 0,3 ga. Demak, 75 ni ko'paytirsak 0,3 ga. Hop. 75 ko'paygan 0,3 22,5%. 22,5% odam demak mana shu kasallik bilan og'rigan bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Umumiy mana bu 75% organizmni ichida ham kattada kichikda genlarga ega bo'lganini biz kasal deb ola olmas ekanmiz. Ya'ni ularning ichida ham 30%, 75 ni ham ichidan 30% mana shu kasallik bo'yicha to'liq og'rigan bo'lar ekan. Qolgan qismi bu kasallik genini tashiydi, lekin o'sha kasallik bilan kasallanmagan. Ya'ni mana bu 75 imiz umumiy 100% deb oladigan bo'lsak, qolgan 30% 100% lik kasallik. Bu demak 22,5 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi masalaning javobi shunda B javobi. 22,5%. Xo'p, keyingi masala, ikkinchi masala. Polidaktiliya autosomada dominant tipda. Dominant belgi bo'lib, 50% penetrantlikka ega. Ko'kko'zlik autosomada resessiv belgi bo'lib, to'liq penetrantlikka ega. Demak, ko'kko'zlikni penetrantligi to'liq, ya'ni 100% ekan. Shu belgilari bo'yicha heterozigotali bo'lgan ota-onadan ikkala anomaliyaga ega bo'lgan farzandlar tug'ilish ehtimolini aniqlang deyapti. Demak, polidaktiliya bu. Demak, polidaktiliya katta P holatda polidaktiliya bo'yicha kasal, kichik P holatda esa sog'lom bo'ladi. Ya'ni normal barmoqli bo'ladi. Bunda endi ko'kko'zlik autosomada retsessiv deyapti. Xo'p, katta K holatda qo'y ko'z deb oladigan bo'lsak, kichik K holatda bu ko'kko'zlik bo'ladi. Ko'z. Demak, mana bu kasallikni uchrash foizi 50% ga, mana bu ko'kko'zlikniki esa umumiy 100% ga teng ekan penetrantligi. Demak, bu yerda penetrantlik ikkita berilyapti hozircha. Xo'p. Ana endi heterozigotalar
o'zaro chatishtirilibdi. Katta A kichik a, katta B kichik b. Katta A kichik a, katta B va kichik b. Demak, bular o'zaro chatishtirilganda ikkala kasallik bilan og'rigan farzandlarning tug'ilish ehtimolligini aniqlang. Endi bu yerda qarang. Demak, uzr, yana o'sha A harfi bilan yozaveryapman. O'rganib qo'yibman hammasini holatga olishga. Demak, katta P, kichik b, katta K va kichik k. Ikkinchi organizm ham katta P, kichik p. Hop, keyingisi ham katta K hamda kichik k harflari bilan oladigan bo'lsak, umumiy bu yerda qanday hosil bo'ladi? Hop, birinchi belgi bo'yicha kasal bo'lish kerak bizda. Demak, bu yerda katta P bo'lish kerak yoki mana bu holat bo'lishi kerak yoki mana bu holat bo'lishi kerak. Endi ikkinchi holatda oladigan bo'lsak, kichik k hamda kichik k holatda ko'k ko'z bo'ladi va mana bu holatda ham kichik k va kichik k holatda ham ko'k ko'z bo'ladi farzand. Bundan bitta gameta bo'lsa 1, bundan ham 1, 1 kara 1, demak bitta organizm chiqadi. Mana bundan 2 ta, mana bundan esa bitta. 2 kara 1 bu 2. Demak, umumiy 16 ta organizmdan bizda 3 ta organizm ikkala anomaliya bo'yicha kasal bo'lar ekan bu yerda. Pennetda yozib chiqqanimizda buni bemalol o'zingiz topib olishingiz mumkin. Ya'ni pennetda A, B harfi bilan yozsangiz mana bu holat kelib chiqadi. Katta A, kichik p, kichik p yoki katta A, kichik p, kichik b holatiga to'g'ri keladi. 1 kara 1 demak bitta, 2 kara 1 bu yerda 2 ta. Bunda ham mana baribir 3 ta chiqadi. Harfning ahamiyati yo'q. Xo'p, umumiy 16 ta organizmdan 3 tasi ikkala anomaliya bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, xo'p, mana bu 16 tamiz. Umumiy x foiz qilaylik buni. Umumiy organizm 16 tamiz 100% deb olamiz. Foizda. 3 taqsim 16 shunda chiqadi. 3 taqsim 16 18,75% chiqadi. Demak, 18,75% organizm ikkala anomaliyaga uchragan. Bizning hisobimiz bo'yicha. Endi bularning penetrantligini hisoblab topishimiz kerak. Ko'k ko'zlik aniq. Buni hisoblab topish shart emas, chunki bularni penetrantligi 100% ga teng. Endi biz nimani topishimiz kerak? Polidaktiliyaning penetrantligini topib qo'ysak bo'ladi. Demak, 18,75 ko'paygan 0,5 ga teng. Hop. 0,5 ko'paytirsak 9,375. 9,375% organizm ikkala anomaliya bo'yicha kasallar. O'zi aslida mana bu chiqish kerak edi, lekin mana shu organizmlarning ichida ham yarmi o'zida katta P genini saqlagan holatda ham sog'lom bo'lishi mumkin ekan. Qolgan yarmi 100% kasal holatga chiqib keladi. Demak, ikkinchi masalamizning javobi C bo'ladi. 9,375. Xo'p, ana endi uchinchi masalaga o'tamiz. Bu yerda penetrantlik umumiy 3 ta berilyapti. Van der Heever sindromi avtosomida dominant tip tavsiyalanadi. Dominant tipda pletrop gen bo'lib, ushbu gen suyaklarning mo'l bo'lib qolishiga, ko'zning oqsil pardasini ko'k rangli hamda garang bo'lib qolishiga sababchi bo'ladi. Belgilarning penetrantligi o'zgaruvchandir. Oqsil pardani ko'k bo'lishi penetrantligi 100%, suyaklarning mo'rtligi 63%, garanglik esa 60% ga teng. Demak, ko'zning oqsil pardasi ko'k, qolgan belgilari bo'yicha normal bo'lgan erkak Van der Heever sindromi bo'yicha sog'lom bo'lgan oiladan chiqqan qizga uylandi. Bu oilada suyagi mo'rtligi bo'yicha kasal bo'lgan farzandlarning tug'ilish ehtimolini aniqlang. Erkak ota-onasidan faqat bitta
shunday belgiga ega bo'lgan bo'lsa, demak, bu yerda siz bitta narsaga ahamiyat berishingiz kerak. Ya'ni genlarning pleiotrop ta'siri. Pleiotropiya nima edi o'zi? Demak, pleiotropiya A gen deb oladigan bo'lsak, qaysidir bitta gen bir nechta belgiga ta'sir. Ya'ni bitta belgi yoki ikkinchi belgi yoki mana uchinchi belgi deb olaylik. Pleiotropiya degani bu bitta genning bir nechta belgiga ta'sir ko'rsatib qo'yishi. Masalan, sichqonlarda yungning sariq rangda bo'lishi A genga bog'liq, lekin mana shu A gen gamozigotli holatda keladigan bo'lsa, bu letal bo'ladi, ya'ni o'limga olib keladi. Faqatgina heterozigotli sichqonlar bular yashovchan bo'ladi. Yashovchan bo'ladi. Mana bu gamozigota retsessivlar esa yungning qora bo'lishiga sababchi bo'ladi. Mana bu yashovchan va bularning rangi sariq rangda bo'ladi. Letal bu embrionlik paytidayoq o'ladi. O'limga olib keluvchi gen hisoblanadi gamozigota holatda. Mana shu narsa umumiy pleiotrop ta'sir. O'zi mana bu A genning vazifasi nima edi? A genning vazifasi sichqonlarning yungini sariqligini ta'minlab berish edi xolos. Lekin shu bilan birgalikda bitta gen sariqlikdan tashqari boshqa belgilarga ham ta'sir ko'rsatyapti-da, sichqonni o'limiga sababchi bo'lib qolyapti. Demak, pleotropiyani qisqacha tushunib oldingiz menimcha. Agar tushunmaganlar bo'lsa, yaxshi bitta takror bo'ldi bizga. Ana endi yuqoridagi masalani yechim qilamiz, ya'ni ishlaymiz. Xo'p. Ovozim hammaga boryaptimi? Eshitilyaptimi? Ekran ko'rinyaptimi? Bitta plus qo'yib yuboringlar, ishonch hosil qilib oling. Yana shuncha mavzu o'tib qolib ketmasin. Xo'p, ekran ko'rinyapti. Bo'ldi. Tushunarli. Davom etamiz. Ana endi masalani yechimi qanday bo'ladi? Demak, Van der Heever sindromi avtosomada dominant tipda siylanadi. Pleiotrop ta'sir deyapti. Olaylik bitta A gen deb olamiz va mana shu gen suyaklarning mo'rt bo'lishiga, demak, birinchi o'rinda suyak mo'rt bo'lib qolar ekan. Mana shu gen ta'sirida. Xo'p, ikkinchi holatda ko'zning oqsil pardasi ko'k rangli bo'ladi. Demak, ko'z oqsil pardasi ko'k rangli bo'lib qoladi va keyingisi garang bo'lib qolishi mumkin ekan. Ana endi bularni umumiy penetrantligi berilgan. Qarang. Oqsil pardani ko'k bo'lib qolishi 100%. Demak, mana buni penetrantligi 100% ga teng ekan. Demak, katta A saqlaganda barcha tirik organizmlar ko'zi oqsil pardasi ko'k bo'laverar ekan. Lekin suyakning mo'rtligi penetrantligi 63% ga teng ekan. Garanglikni penetrantligi esa 60% ni tashkil qilar ekan. Demak, bitta genning o'zida ko'z oqsil pardasi ko'k bo'lishi mumkin, suyak mo'rt bo'lishi mumkin, garang bo'lishi mumkin ekan. Lekin A gen dominant bo'lganda hammasi ko'k ko'z bo'lar ekan, oqsil pardasi ko'k bo'lar ekan. Mana shu 100% ni ichida 63% da suyagi mo'rt bo'ladi. 100% ni 60% garang bo'lishi mumkin. Endi aytilyaptiki, qarang, ko'zning oqsil pardasi ko'k qolgan belgilari bo'yicha normal bo'lgan erkak. Demak, ko'zini oqsil pardasi ko'k bo'lsin. Xo'p, ko'zning oqsil pardasi ko'k bo'lsin. Mana bu
bo'lishi kerak. Mana bu ikki belgi bo'yicha normal bo'lishi kerak. Bu nimani hisobiga bo'lyapti? Mana bu 37% qoladimi 100%dan ayirsak, 37%ni hisobiga bu belgi bo'yicha sog'lom bo'lgan. 40% hisobiga esa mana bu belgi bo'yicha sog'lom bo'lib qoladi. Mana shu 37 va 40 ni hisobiga mana bu bo'yicha ko'k ko'z bo'lgani bilan, lekin mana bu ikkita belgi bo'yicha normal holat bo'lib qoladi. Xo'p, ana endi masalani shartiga qaytamiz. Xo'p, ko'zning oqsil pardasi ko'k qolgan belgilar bo'yicha normal bo'lgan erkak, demak, oqsil pardasi ko'k. Masalan, shartini oxirida berilgan, mana qarang. Erkakni ota-onasidan faqat bittasi shunday belgiga ega bo'lgan bo'lsin, deb. Erkakni ota-onasi demak bittasi mana bu genga, bittasi mana bu genga ega bo'lgan. Mana buni bitta genni olgan va buni bitta genni olgan. Demak, erkak mana bu holatda bo'ladi. Endi sog'lom qizga uylandi. Demak, sog'lom qiz o'z-o'zidan mana bu holatda bo'ladi. Xo'p, gamet oladigan bo'lsak, katta A, bunisidan esa kichik a. Bundan faqat bittagina kichik a. Xo'p, F1 avlodni oladigan bo'lsak, demak, katta A, kichik a bitta va kichik a holatda bitta. Bizda demak 50% uchala anomaliya bo'yicha kasal chiqishi kerak, 50% organizm sog'lom chiqishi kerak edi. Lekin bizda nima so'ralyapti? Bu oilada suyagi mo'rtligi bo'yicha kasal bo'lgan farzandlarning tug'ilish ehtimolini aniqlang, deyapti. Demak, bizda mana bu 50% avlod suyagi mo'rtligi bo'yicha penetrantligini topib qo'ysak bo'ladi. O'zi 50% organizm uchala belgini ham saqlaydi o'zida. Lekin shundan suyagi mo'rti 60%. Demak, buni ko'paytiramiz 0.63 ga. Xo'p. Demak, 0.5 ko'paygan 0.63, 31.5%. Shunda 31.5% organizm suyagi mo'rt bo'ladi. Mana shu 50% ni 31.5% da suyak mo'rt bo'ladi. Agar bizdan shu yerda agar garang organizmlarni so'raydigan bo'lsa, 50 ni ko'paytiramiz 0.6 ga. Shunda 30% organizm chiqadi. 30% organizm garang bo'ladi. Qolgani sog' bo'ladi. Xuddi mana shu holatda ishlaysiz. Bularni qanchasini ko'z oqsil pardasi ko'k rangda bo'ladi desa, demak 50% ni hammasini oqsil pardasi demak ko'k rangda bo'ladi. Bu 3-chi masalani umumiy yechimi. Xo'p. Ana endi 4-chi masalaga o'tamiz. 4-chi masala. Ateroskleroz kasalligi autosomada dominant tipda nasldan naslga o'tib, 30% penetrantlikka ega. Gipertrixoz esa jinsiy Y xromosoma bilan bog'langan holda nasldan naslga o'tib, 17 yoshdan keyin namoyon bo'ladi. Onasi normal gamozigotali, o'zi esa ikkala anomaliyaga ega bo'lgan erkak bilan gamozigotali normal ayol nikohidan dunyoga kelgan farzandlarda bir vaqtda ikkala anomaliyani yuzaga kelish ehtimolini aniqlaydi. Demak, bu masalani hozir mustaqil ishlab ko'rasiz. Bunga taxminan 3 daqiqa vaqt beraman. Mustaqil ishlab ko'ring, javobingizni yozing. Yigirma 29-da masalani ishlaymiz. Ungacha vaqt beriladi.
Hop, 1 daqiqa vaqt qoldi. 29 ga. Hech kimda chiqmadimi javob? Javob chiqqan bo'lsa yozing. Masalani javobini. Otoskleroz kasalligi. Yetti yarim. Xo'p, bitta javob. Yetti yarim bo'ldi. Yaxshi. Tushunibsiz yoki oldindan bilasiz. 6,5 xato, 6,25 chiqib qolibdi sizda. Yetti yarim. To'g'ri. Xo'p. Yaxshi, har holda tushunganlar bor ekan masalani. Yoki oldindan bilasiz. Demak, yechimni boshladim. Yaxshilab e'tibor berasiz. Xo'p. Demak, otoskleroz kasalligi avtosomada dominant tipda nasldan naslga o'tib, ularning penetrantligi 30% ga teng. 30% ga. Gipertrixiz esa jinsiy Y xromosomlar. Demak, ketdik. A gen bo'yicha otoskleroz bo'yicha kasal organizm bo'ladi. Kichik A gen bo'yicha esa bu organizm sog'lom bo'ladi. X xromosomaga birikmas ekan, demak bu kasallik ikkinchi kasalligimiz. Y xromosomada B gen bo'yicha bu organizm demak kasallikni tashuvchisi hisoblanadi. Bu kasallik faqatgina otadan o'g'ilga o'tar. Ana endi va bu kasallik 17 yoshdan keyin namoyon bo'lar ekan. Eshiting. Onasi normal gamozigotali, o'zi ikkala anomaliyaga ega. Onasi normal bo'lsin. Mana hozirgi demak organizmni onasi normal bo'lgan. O'zi ikkala anomaliyaga ega. Demak, kasal bo'lish uchun katta A olish kerak. Bu onadan olgan kichik A ni. Xo'p. Va X, Y, B. Mana. Umumiy erkak organizmni yozib oldik. Gamozigotali normal ayol nikohidan. Demak, ayol gamozigotali bo'lgan, normal bo'lish uchun kichik A bo'lish kerak va X bo'lish kerak. Mana. Bu yerda. Endi bu nikohdan tug'ilgan farzandlarda bir vaqtda ikkala anomaliyani yuzaga kelishi ehtimolini aniqlaymiz. Demak, bundan gamet olamiz. Katta A'dan olamiz. Xo'p. X bilan keladi va katta A keladi Y B bilan. Kichik A keladi X bilan va kichik A keladi Y B bilan. Bu yerda esa kichik A va X hosil qiladi xolos. Mana bu erkak organizm, mana bu uning onasi, mana bu ayol. Xo'p, ketdik. Mana bu holatda gamet olsak katta A kichik A. Demak, otoskleroz bo'yicha kasal qiz. Mana bu holatda katta A kichik A X Y B. Ikkala anomaliya bo'yicha mana bitta kasal. Xo'p, mana bu bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, kichik A X ikkala anomaliyaga ham uchramagan sog'lom ayol. Mana bu bo'yicha oladigan bo'lsak, kichik A X Y B. Bu faqatgina gipertrixiz bilan o'rgan. Demak, bizda bitta organizm bor ekan. Xo'p, 4 ta organizmimiz 100% bo'lsa,
bitta organizm x teng 25%ga va bularni ham qanchadir qismi mana bu anomaliya bilan to'liq holatda og'rimagan. Penetrantligini topish uchun 25 ko'paygan 0,3 teng. 2,5 dan 3tasi demak 7,5% odam ikkala anomaliya bo'yicha kasal bo'ladi. Javob shunda sabab. Xo'p, keyingi oxirgi masalamiz 5-masala. Imtihonda, sertifikat imtihonida aynan shunga o'xshash masala tushgan. Aynan bu emas, lekin shunga o'xshash masala. Shunga o'xshash masala. Xo'p. Kalamushlarda epilepsiya va albinizm har xil avtosoma xromosomalarda joylashgan retsessiv genlar orqali, demak, epilepsiya hamda albinizm bitta avtosomada emas, har xil avtosomada joylashgan retsessiv genlar orqali, demak, irsiylanar ekan. Demak, birinchisi kichik a holatda epilepsiya bo'yicha kasal, katta A holatda esa demak bu sog'lom bo'lar ekan. Albinizm bo'yicha demak katta B holatda yoki katta B kichik b holatda bu albinizm bo'yicha sog', kichik b holatda esa albinos bo'ladi. Albinos bo'ladi ekan. Gipofosmatik raxit esa jinsiy X xromosomada joylashgan dominant gen. Demak, X katta D va X holatda yoki X katta D Y holatda bu raxit bo'ladi. Yoki XD holatda yoki mana bu holatda bu sog'lom organizm bo'ladi. Mana umumiy bilib oldik genotiplarini. Epilepsiya 20%, demak mana bu bo'yicha 20% penetrantlik, albinizm bo'yicha 70% penetrantlik va raxit kasalligi bo'yicha esa 100% penetrantlik mavjud va umumiy organizm soni bu yerda 320 ta. 320 tani tashkil etar ekan. Xo'p, ana endi berilishni yozib olamiz. Demak, epilepsiya bilan kasallanmagan, albinizm va gipofosfatomik raxit bilan kasallangan, demak, epilepsiya bo'yicha sog'lom bo'lish kerak ekan. Sog'lom bo'lish uchun katta A genga ega bo'lish kerak. Demak, katta A genga ega bo'lish kerak. Ikkinchi genni yozmay turamiz. Albinizm bo'yicha kasal. Demak, albinizm bo'yicha kasal, raxit bo'yicha ham demak kasal bo'lgan erkak. Raxit bo'yicha xo'p, raxit bilan kasallangan, to'xtang, tepasini o'qib qo'yibman. Epilepsiya bilan kasallanmagan, mana. Xo'p, albinizm va raxit bilan kasallangan urg'ochi kalamush bo'lsa, bundoq bo'ladi. X buni katta D'si bor va X qaysidir gen. Endi erkak organizmni yozamiz. Xo'p, epilepsiya bilan kasallangan, demak, epilepsiya bilan kasallangan kichik a, albinizm va gipofosfatomik raxit bilan kasallanmagan. Endi bu albinos bo'lmasin. Demak, buni katta B'si bor va raxit bo'yicha bu sog'lom, mana bu holatda. Hop. Chachishtirilish natijasida 320 kalamush olindi. F1 avlod orasida epilepsiya va albinizm bilan kasallangan. Demak, epilepsiya bilan kasal bo'lish uchun mana bu kichik A ga bitta sherik kichik A bo'lish kerak. Bu yerga
ana shuni hisobiga hop kichik a'si bo'ladi. Va bu yerda albinizm bilan ham kasal bo'lishi uchun bu yerda kichik b bo'lishi kerak. Ana endi ota-onani genotipini yozib oldik. Xo'p, endi bulardan umumiy gamet olib chiqamiz. Gamet olamiz. Xo'p, katta A 3, 1, 2, 4 ta gameta chiqsa, katta A, kichik A, kichik A. Xo'p, bittadan kichik b yozib chiqamiz. Bilan kichik b yozib chiqamiz va x kattadayu mana buni raqib bo'yicha sog'lom albinizm va raqib bilan kasallangan chiqishi uchun mana bu yerda ham demak kichik d bo'lishi kerak ekan. Xo'p, x kichik d, x katta d, x kichik d. Bitta organizmni, ayol organizmni gametalarini o'zi oldik. Bu yerda kichik a katta b, x kichik d, kichik a katta b, y. Hop, kichik a kichik b, x kichik d, kichik a kichik b va y. Umumiy bularni gametani. Juda qiyin bo'lyapti yozib olish. Endi chizish ham qiyshayib ketdik-ku. Hop. İşte. Mana bilan 4 ta. Hop, nima so'ralgan bizdan? Demak, epilepsiya va albinizm bilan kasallangan, epilepsiya bilan kasal bo'lishi kerak ekan va albinizm bilan ham epilepsiya gen ta'sirida kasallangan kichik a'lari bo'lishi kerak ekan. Epilepsiya bilan kasal bo'lish uchun demak kattasi borlarni chiqarib tashlar ekanmiz. Bunda katta A bor, epilepsiya bo'yicha sog'lom, sog'lom. Mana bunda ham sog'lom, bunda ham sog'lom. Hop, bunda ham sog'lom bo'ladi, bunda ham epilepsiya bo'yicha sog'lom bo'lib qoladi. Ana endi albinizm bo'yicha ham kasal bo'lishi kerak. Albinizm bo'yicha ham bu yerda hozir hammasi albinos chiqadi. Kichik bu yo'q, mana bu yerda bor ekan. Mana bu chiqib ketadi, bu chiqib ketadi, bu chiqib ketadi, bu chiqib ketadi. Chunki katta B ni hisobiga. Albinos bo'lish uchun kichik B bo'lishi kerak. 4 ta organizm qoldi. Albinizm bo'yicha kasallangan, raxit kuzatilmagan kalamushlar. Raxit kuzatilmasligi uchun hop kichik D bo'lishi kerak, katta D da kasal bo'lib qoladi. Demak, mana bu yerda katta D bor, bu ham chiqib ketadi. Demak, mana bu organizmlar bo'lishi kerak umumiy holatda. Demak, kichik A, kichik B, mana epilepsiya, albinizm bo'yicha kasal, lekin bu organizm raxit bo'yicha sog'lom. Kichik A, kichik B, X kichik B, mana raxit bo'yicha sog'lom, ikkalasi bo'yicha kasal. Demak, biz umumiy organizm soni nechta chiqdi? 16 ta. 16 ta organizm bo'ladigan bo'lsa, hop, 16 ta organizmimiz 100% bo'lsa,
Bizda ikkita organizm 12,5% ga teng bo'ladi. 12,5%. Endi bularni hop ichida penetrantligi ketyapti. Hop. Epilepsiya bo'yicha 20%, albinizm bo'yicha 70%, gipofosfatomik raxit bo'yicha esa 100%. Raxitni bizga sog'lom bergani uchun 100%ligidan foydalanmaymiz. Undan keyin epilepsiya bo'yicha kasal 2% kelib qolyaptimi shunda? To'xta. Epilepsiya kasallanmagan, epilepsiya bo'yicha kasallanmagan bo'lishi kerak ekan-ku. Epilepsiya bo'yicha kasallanmagan bo'lsin. To'xtang, endi bu xato bo'lib qoladi. Hop. Tepasini o'qib qo'yibman-da. Keling, shuni chizib olaylik, yana esdan chiqib qolmasin. Xo'p, olingan avlodning nechtasini epilepsiya bilan kasallanmagan, kasal bo'lmasin, albinizm va raxit bilan kasallangan kalamush. Kasal bo'lsin, raxit bilan kasal bo'lishi kerak ekan. Katta desa bo'lsin, kichikda bo'lganda chiqib ketsin ekan mana. Kichikda, bunda ham kichikda, bunda ham kichikda bor. Raxit bo'yicha kasal bo'lishi kerak bizda. Mana bu yerda ham kichikda, bu yerda ham, bu yerda ham, bu yerda ham. Demak, raxit bo'yicha kasallarni qoldirdik. Sog'lom bo'lgani uchun mana kichik desa chiqib ketdi. Endi epilepsiya bo'yicha sog'lom bo'lishi uchun kichik a'lar chiqib ketishi kerak. Chunki kichik a'da kasal bo'lib qoladi. Va albinizm bo'yicha kasal bo'lsin. Albinizm bo'yicha kasal bo'lish uchun mana chiqib ketadi. Mana chiqib ketadi. Mana ikkalasi qolar ekan shunda. Mana bu yerda ekan. Kichik A, kichik katta kichik A, kichik B, kichik B. Mana endi raxit bo'yicha umumiy kasal bitta. Katta A, kichik B, kichik B. Raxit bo'yicha kasal. Baribir shunday chiqar ekan. Baribir shunday chiqar ekan 16 tadan. Demak, 16 ta organizmimiz 100%. Ikkitamiz necha foiz bo'ladigan bo'lsak, buni albinos bo'yicha kasal bo'lishi kerak. Raxit bo'yicha demak hammasi kasal 100%. Demak 0,7 topib qo'yishimiz kerak ekan shuni. Demak 12,5 ko'paygan 0,7 teng. Topamiz. 12,5 ko'paygan 0,7 8,75. 8,75%. Endi bizda organizm soni 320 ta edi. Bu 100% bo'lsa 8,75%imiz qancha? Ko'paytiraman 320 ga
bo'laman 100 ga 28 ta. 28 ta organizm epilepsiya bo'yicha demak sog'lom, albinizm bo'yicha va raxit bo'yicha kasal chiqadi. Javob B bo'ladi. 28 ta. Umumiy penetrantlik mavzusi mana shundan iborat. Tushunmaganlar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha sizga harakat qildim tushuntirishga bu mavzuni. Mana bu masala umumiy o'sha sertifikat imtihonda tushgan masalaga yaqinroq bo'lgan masala hisoblanadi. Mana shu 5-masala. Xo'p, bugungi darsimiz mana shundan iborat.